Toshkentga qaranglar. Ma'mun akademiyasini litseyi, bilan tomonimiz Chevardan ota darvozaga ketaverishdi. Sentralniy joy, o'sha domni ikkinchi etajida 64 kvadratli 2 xonali kvartiramiz barcha jihozlari bilan sotiladi ekan. Bilan tomonimizdan kirib kelasiz, yana parkovka joyingiz bor. Alayda eski Mario City, hozir FM City bo'ldi. Shuni orqa tomonidagi dom bo'ladi. Bilan tomonimiz yana Ma'mun akademiyasining litseyini qaragan. Barcha jihozlari bilan sotiladigan kvartiramizni sirasi to'liq obzorini ko'rsatamiz. Birinchi podyezd bo'ladi, ikkinchi etaj. Ikki dona balkoni bor. Birinchi balkon imunda. Bilan tomonimiz ikkinchi balkoni bo'ladi. Kattagina. Bu yerimizda mana parkovka joyi bor. Zinadan chiqib kelganimizdan ikkinchi etaj o'ng tomonimizdagi kvartiramiz bo'ladi. Keyingi ishlarni bir qator sizlarga ko'rsatib o'taman. Kirib kelganimizdan bizning bir holimiz, yanimizda bir kiyim uchun bir garderob qo'yib bersangizlar. 64 kvadrat kvartiramiz 2 xonali bo'ladi. Barcha jihozlari bilan sotiladi. Ko'rib turganlarimizning ham yerimizda oboy urilgan. O'ng tomonda birinchi spalniyadan ketsak. Laminat pol gilamlar qo'yilgan. Bu yonimiz spalni. Spalniyaga kirib keladigan bo'lsak, bu yonimizda shkafimiz bor. Oboy urilgan, bir dona lustra qo'yib bersangiz, ham balkoningiz bor. Balkoningizdan ko'rib turganingizdek kattagina balkon. Bu yonimiz Ma'mun akademiyasini litseyi, bu yana уже eski ZAX tomon chiqib ketadigan, Mario tomon chiqib ketadigan yo'l. Qulay. Ikki dona balkonimiz bo'ladi. Biri spalniyada, biri zolimizda bo'ladi. Spalniyadan chiqdingiz, o'ng tomoningizda esa kuxnyangiz bo'ladi. Kuxnyangiz ham kattagina. Belar ham oboy urilgan, xolodilnikingiz bor, kuxonniy mebelingiz bor, gaz plitangiz bor, steno kotelingiz bor. Aytganimdek, gaz, svet, suv, internet hech qanday muammosi yo'q. Shaharning sentri bir, markazidan. Har bir xonaga chiroyli bir lustradan qo'yib bersangizlar bo'ldi. Qolgan hamma narsa bu yerda yetarli. Kiyimlaringizni ikkita to'g'ri yashaydigan variantlardan biri. Patologlarimiz natijali patolog. Kuxnyadan chiqdik. O'ng tomonimizda sanuzel. Bu yan tomonimizda yana ariston qo'yilgan, natijali patolog. Ajoyibgina. Bu yandan chiqamiz. O'ng tomonimizda esa bizning zalimiz. Zalimiz ham kattagina. Bu yerda yana ugolok turibdi. Ustara bilan konditsioner olgan ekanlar, hali o'rnatilmagan ekan. Konditsioner ham qoladi ekan bu yerda. Oboy urilgan, natijali patolog. Bu yanimizda Mario City. Ya'ni FM Mario'ning orqa tomoni. Balkoningiz bu yerda ham kattagina. Mana bir ustakul solib berib yeyishga azati kofe ichib o'tiradigan joy etib qo'ysangiz ham ajoyib qana. Ko'rib turganingizdek, bu kvartiramiz 515 million so'mga sotiladi do'stlar. Ozgina kelishadigan yeri bor. Bemalol hisoblab o'zingiz ekrandagi egani nomerini telefon bog'lanaverasizlar, dokumentida hech qanday muammosi bo'lmaydi. Ajoyibgina. Bir ega kerak, kiyimlaringizni ikkab to'g'ri yashayverasizlar. Xivaning markazidan 2 xonali kvartira qidirib yurgan donish bilishlaringiz bo'lsa, albatta shu videoni jo'natib qo'ysangizlar, yordamimiz degan bo'lsa, juda ham xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat. Bir like'larni bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz va komment o'z fikringizni kvartira haqida ham narx haqida yozib qoldiring.